Hammaga salom, sizlar bilan Utopiya va mening kanalimga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingdek, biz bugun sizlar bilan Portugal pakdagi 105 reytingga ega bo'lgan Ronaldoni sinab o'tamiz. Sizlarga Ronaldoni reytingi bilan tanishtirib o'tsam, 95 umение, 95 realizatsiya va 90 speed and kicking power 93, ya'ni 93 chilovdaraga ega bo'lgan Ronaldo biz bilan bugun birga. Hop, sizlarga tavsiya qiladigan bo'lsam, Ronaldoni olishni tavsiya qilaman. Nimaga deganda, Ronaldo 105 reytingga ega va bu odatdagidan nisbatan noyob karta bo'lib kelgan. Chunki oldingi yillari kim ancha vaqtdan beri PES futbol, ya'ni o'ynaydigan bo'lsa, biladi, что Ronaldo bunaqa katta reytingda kelmasdi. Ayniqsa pakda, Portugal pakda. Davlat kartalarida. Bu safar Keyn bilan Ronaldo 105 reytinglar bilan kelgan. Keyin aniqini bilmadim, 104 yoki 105 ligini. Menimcha 104, bu ham balkim 105 bo'lsa kerak. Lekin boshqa kartalarga nisbatan men bu Fransiya pak kelgan, yana qaysi karta, Niderlandiya kartalari kelgan, Turkiya, ularda noyob karta yo'q, ya'ni epik kartalar yo'q. Bu Ronaldoga o'xshagan. Shuning uchun Ronaldoni olishni nima sababdan tavsiya qilaman? Birinchi o'chirt обязательно u skill bilan kelgan, ya'ni noyob skill, hammada ham bo'lavermaydigan, faqat epic, showtime kartalarda uchraydigan va big time kartalarda uchraydigan skill willpower. Willpower o'zi nima degan desanglar, willpower bu har bir zarbadan yaxshilanish bo'laveradi. Ya'ni bir marta o'xshamadimi, keyingi zarbangiz nisbatan kuchliroq bo'lib boraveradi. Uni nastroykasida bemalol o'qib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'sha willpower haqida degan joyda o'qib, uni bosib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yozilishicha 8 ta udardan keyin o'yinchi уже ancha kuchliroq bo'lishni boshlaydi. Ya'ni realistik, ya'ni reallikdan uzoqroq ancha kuchli zarbalar berishni boshlaydi. Ya'ni fantastik zarbalar desak ham bo'ladi. Raqibimiz ko'rib turishingiz mumkin. 2 ta hujum, 2 ta qanot, keyin CPZ, 3 ta защитник. Длинный pasda o'ynar ekan akamiz. Hop, длинный pasda nimasi yaxshi? Длинный pas qachonki uzoqdan uzoqqa pas beradigan bo'lsanglar, ya'ni qanotga yoki misol uchun himoyadan hujumga qarab pas beradigan bo'lsanglar, bemalol длинный pasda o'ynash sizlar uchun qulay. O'shanda paslaringlar ancha tiniqroq, uzoqqa yaxshi o'tadi. Birinchi o'yinda bizni raqibimiz nimagadir chiqib ketdi, hayronman. Bo'lmasam, keyingi raqibimiz chiqquncha biz videoga ozgina pauza berib turamiz. Xo'sh do'stlar, bizning raqibimiz ham topildi. Bo'lmasam, qani ko'ramiz. Kim ekan o'zi? Qayerlik? Hop, Chelsea Tempo 10 degan qandaydir bir odam. Messining muxlisi ekan. Hop. Komandasi yaxshi, Cruyff treneri bor ekan. Bo'ladi, bola yaxshi. Kuchayibdi, Dragbani tushirgan ekan. Mana Dragbani ham kartasi friga berilgan bo'lsa ham ushlaganlar kam bo'lsa kerak. Hop, bugun Ronaldo kayfiyati a'lo. Shuningdek Van Dijk va bizning vartarimiz Raya, Messi bilan Sanchez ham o'ynagisi kelayotgan ekan. Hop, lekin bizga ular qiziq emas, chunki bizda Ronaldo bor va biz bugun Ronaldoni sinash uchun bu yerda yig'ilganmiz. Hop. Bo'lmasam boshladik. Ronaldo o'zi oldindan biladigan bo'lsanglar, PES unaqangi ko'p, unaqa epic, showtime yoki shunaqa big time kartalarni chiqaravermaydi. Ya'ni bunday bilsanglar bo'ladi, o'zi big time kartasi yo'q Ronaldoni. Ya'ni PESda. Hop. Bu sabablari bizga qorong'u, nima sababdan? Balki ambrasadori bo'lmaganligi sababidandir, balki boshqa sabablari bordir. Lekin Ronaldoning kartalari PESda kam. Shunday bo'lsa ham Ronaldoning kartalari juda ham bir kelganda zo'r kelib qo'yadi. Ayniqsa 107 kartasi oxiriga kelgan juda ham ideal bo'ldi. Ideal bo'lgan, to'g'ri. Xo'p, Okaforga xato pas ketdi.
Oliver Kahn bizda Varatada. Hop, Tonali. Tonalini 5000. O, Ronaldo. Voy, bilin. Kechirasizlar bolalar. Hop, mana shu Tonalini 5000 pointga, ya'ni PESning 5000 pushti pointli ochkoli valyutasiga beryapti. Kim ko'rgan bo'lsa, bemalol olsanglar bo'ladi. Reytingi 100 tavsiya qilaman, chunki statistikasi ham, ya'ni zashtada turishlari, boshqalari juda ham zo'r. Xo'p, Kubo Ronaldoga va Ronaldo yo'q, yetmadi va Feddi qanday? Bizda Fedimi ura olmadi kim bo'lsa ham. Hop, mayli, biz Uglovoy ishladik. Uglovoyda Ronaldo sinab ko'rishga harakat qilamiz. Hop, qani Guardiol. Mayli, hech qisi yo'q. Van Dijk qatirib pas bermoqda. Bizda ham Van Dijk. Kubo o'zi ko'pchilik Van Dijkni o'ynatadi. Ifriga ham boshlang'ishda Van Dijk beradi. Nima sababdan? Chunki ancha yaxshi o'yinchi, boshlanuvchilar uchun ham zashdan ancha yaxshi ushlab beradi. Hop, Drogba bizdan olib qo'yishga harakat qildi, lekin o'xshamadi. Ana Okafor, Ronaldo, ana chiroyli paslari bilan hop biz Ronaldoga beramiz va Ronaldoning birinchi goli do'stlar. Bemalol mana kutosanglar bo'ladi. Ham pas beryapti, yana qabul qilib uryapti, ko'ryapsizlarmi, tipa. Sen yaxshilik qilsang birovga o'zingga qaytadi deganday. Xuddi shunday mana. Ochilishlari, boshqalari zo'r. Tezliklari, umeniyalari. Xo'p. Escho, men bu Ronaldoni yaqinda qo'yganman. To'g'ri, yaqinda olganman. Shu sababdan reytingiga qarasanglar, reyting debman, uzr. Raqamiga qarasanglar, Okafor juda ham bir Ronaldoning fanatimi deyman. 7 ni olgandan beri Ronaldoni qo'ysam 7 ga o'zgarmagan. O'zim ham o'zgartirish esimdan chiqib ketgan. Boy ham o'zgartiraman deb hayolimdan chiqib ketibdi. Nima bo'lganda ham Ronaldo o'zini zo'r ko'rsatmoqda bugungi o'yin davomida. Drogba yaxshi. Pas ham chiroyli bo'ldi lekin qanotdan. Hop, Okafor, Odegaard, Kuboga pas yaxshi. Va Ronaldoga pas desam, Okafor ekan, uzr. Salmon Kan. Bu Salmon Kan kerak emas payt prime'ga chiqib ketadi. Agar o'zinglarda bo'lsa, o'ynashni bilmay qoladi, vobshe turishni bilmay qoladi. Lekin oxiriga kelgan kartasi 105 yoki 106 reytingli edi, adashmasam, Beckhamlar bilan birga kelgan. Yana zo'r karta ekan. Ko'rdim o'zim. Odamlarda sinaganda, boshqada o'zim tanishlarimda vobshe cho'tib turibdi, gap yo'q. Chalib qo'ysak ham foyda qilmaydi, lekin Drogbaning aniqligi yetmadi bu yerda. Bu bizga faqat plusga ishlaydi. Hop, Odegaard. Yaxshi. Ko'kartirib pas berish nima kerak bor ekan endi? Qanotdan qanotga chiqib dilinni pasmasmidi biz dushmanimiz? Faqat bullet bo'la ekanda bu. Bu yaxshi. Zashniklarimiz bugun ancha yaxshi holatda. Bola o'zini omadlarini sinab ko'rmoqda. Bir Kroyev Maytavsda qayerdan ham sen bolaga trener bo'ldin deb nima ham derdi endi. Tanlov hammani o'zida deydi. Uzoqdan tiqish, ya'ni gol tiqish qiyin. To'g'ri bo'lib turadi unaqa holatlar ham. Ko'proq zo'rroq bunday o'yinchilarda. Hop, biz to'g'ridan-to'g'ri Kubodan pas beramiz Ronaldoga va uning zashniga yutib chiqadi. Endi bu Ronaldo bullet karta kelmaganligi sababli kallada unchalik zo'r o'ynamaydi. Shu sababdan boshda unchalik chiroyli momentlar ko'rmashimiz mumkin. Hop, bola zamin qilib o'tirmadi, lekin biz zamin qilamiz, chunki bizga maytda Luis Diaz tushgan. Luis Diazning acceleration boost, ya'ni plus uskarение kartasi
Kaptagozda bo'lganda hujumga chiqqanda tez yugurib tezlashib ketadigan karta. Bu bizga asqotadi. Paslari ham ancha yaxshi. Hop, to'g'ridan to'g'ri unga beramiz, lekin pasimiz o'tmaydi. Yamal, Van Dijk, Magalhaes va bizda ham Van Dijk. Hop, Tonali Vartardan to'g'ri hujumga vaqt olib o'tirmaymiz. Van Dijkga keladi. Van Dijk yaxshi. Ronaldo, Luis Diaz. Yana Ronaldoga. Ronaldo bu yerda pas beradi va Gvardiol gol uradi. Ko'ryapsizlarmi? Kuch birlikda-da do'stlar, kuch birlikda. Agar bitta kaptokni bitta odamni sinayman deb yoki umuman bitta odamga ishonib qolib o'ynataversanglar, u odamdan maksimum bitta o'yinda bitta gol kutishinglar mumkin yoki to'g'ri har doim ham gol ko'proq urishi mumkin, lekin vaziyat keldimi uraverish kerak. Nima qilasizlar uni sinab boshqa qilib saqlab o'tirib kaptokni. Gol uraverish kerak. O'ynatayotgan sizlarga yoqayotgan o'yinchi haqiqatan ham zo'rdir, lekin faqat unga ishonib qolish xato. Chunki komanda bekorga komanda emas. Birgalikda o'ynaganda ancha kuchliroq bo'ladi. Hop, Sedorfmi, El Hadji Diofmi, nima bu? Afrikalik o'yinchi endi tekinga bergan. Kim bilsa agar. Hop, Ronaldo tepib qo'yamiz va yana bir imkon va pas berishga ulgurmadim do'stlar. Hop, Odegaard, Luis Diaz, Okaforga. Ugol. Ugol. Hop, mayli hech qisi yo'q, ugol olamiz. Hech qisi yo'q. Hop, hujumga bizda Odegaard. Martin Odegaard chiroyli qilib pastashib bersa, sal baland bo'lib ketdi o'xshaydi. Yo'q, yaxshi desam, baribir yetmabdi. Hop. Hech qisi yo'q. Kaptok ulardan ekan negadir. Okafor ham xuddi Tonaliga o'xshab 5000 pointga kelgan. Uni ham kimdirlar olgan, kimdirlar olmagan. Bemalol olishinglar mumkin. Tezliklari juda ham zo'r. Olishni tavsiya qilaman. Hujumiylarda hech qanday kamchiliklarsiz cho'tka o'ynab beradi. Hop, Luis Diaz Ronaldoga va Ronaldoda pastni bosib qo'yganman. Lekin bekor shunisi. Tonali yaxshi hujumda o'zini ko'rsatyapti. Ronaldo ko'ryapsizlarmi? Oxirgi momentda ham o'zini zo'r ko'rsatib olib keta oldi. Buning uchun nima kerak? Buning uchun umeniya kerak, IQ kerak odamga. Opit kerak deydi. Ronaldo endi 42 yillik, salkam 42 yillik opiti bor odam. Hop, Luis Diaz yana Ronaldoga pas va Ronaldo ayamasdan Odegaardga beradi. Odegaard. Where are your finishing, bro? Finishing yo'q Odegaardda. Endi Odegaard to'g'ri tushunsa bo'ladi. U CPZ karta chiqqan, ham uni qobiliyati trigger attack. Bilmaganlar bo'lsa, trigger attack, ya'ni attack to'g'ri. O'sha trigger attack qobiliyatiga ega o'yinchiga kaptok tushganda, ya'ni kaptokni egallaganda o'yinchilarning umeniyasi, ya'ni IQsi oshadi. IQ oshgandan keyin hujum qilish umeniyasi aqli oshgandan keyin o'yinchilar avtomatik zo'r hujumga, ya'ni chiroyli to'g'ri joylarda ochilishni boshlaydi. Misol uchun pas berishga, ochilishga, yaxshi joylarga pozitsiyalarni egallashni boshlaydi. Kerak payti paydo bo'lishni boshlaydi. Misol uchun Varatar noto'g'ri joyga fiksatsiya, ya'ni noto'g'ri joyga qattiq udarni qaytarganda, o'sha ikkinchi o'yinchi o'sha noto'g'ri joyda paydo bo'lib turib, sirasi gol tiqib ketishi mumkin. Ya'ni shunga o'xshash narsalar. Shuning uchun Odegaardda bo'lganda iloji bo'lsa, ya'ni agar shunaqa trigger attack kartali, ya'ni skillli, qobiliyatli o'yinchilar bo'lsa, o'sha o'yinchida bo'lganda iloji boricha aqlni ishlatib, qarab, kontrol qilib pas beringlar. Chunki unda pas berishga unaqa o'yinchida shoshilmash kerak, iloji boricha unaqa o'yinchida ushlab turish kerak. Mana misol uchun o'zi ham zo'r joyga ochilyapti. Faqat bizning Odegaardning tezligi yetmadi, afsus. Va mana bu Okaforning ham paslari slabroq chiqdi. Mayli chiqsa yo'q.
Hech qisi yo'q. Biz pas beramiz. Hop, to'g'riroq, tezroq hujumga o'tish uchun variantlarga beramiz. Hop, Odegaard mana endi boshlanyapti. Mana Okafor ochildi. Ronaldo va ketidan gol. Bugun Ronaldo sizlar bilan birga hat-trick qildi bolalar. Hat-trick Ronaldo, hat-trick. Mana ko'rganlaringdan 5-1 ga bolani yutmoqdamiz. Ya'ni yutdik ham. Bola taslim bo'ldim desam yo'q. Oxirgacha shu vaqt ham tugagan ekan. Hop, mana 10 ta udar bizdan, biz tomonimizdan. Bolada 52% kontrol bo'lsa ham bizda 10 ta udar, unda 4 ta, bizda 0 ta seyf, unda 2 ta. Paslari ham bolani yaxshi ekan. Iloji bo'lsa ko'proq tezroq gol urib tepishga emas, iloji boricha ko'proq kontrol qilib, pas berib o'ynashga harakat qilinglar. O'shanda aniqroq ko'proq narsani ko'rasizlar. Hujumga o'tishi ham o'yinchilarni nima deydi, pozitsiyalarini, joylarini egallashi ham tezroq va osonroq bo'ladi, qulayroq. Bugungi o'yinda mana Ronaldo 8.5 yulduzni qo'lga kiritgan. Birinchi o'rinda bizning komandamizda. Yaxshi Ronaldoga. Ronaldo uchun endi bu odatiy holat desak ham bo'ladi, chunki Ronaldo, bilasizlar kimligini, 1307 ochkoga ko'tarildik. Xo'p, mana ko'rib turganlaringdek Ronaldoni bugun ideal o'yinlarini hat-trick, asosan hat-trick uchun olqishlab qolamiz, chunki Ronaldo juda ham zo'r o'yin ko'rsatdi. Endi bolalar, mana videoni ko'rdinglar. Sizlar bilan utopiya bo'ldi va sizlarni o'z kanalimda ko'rganimdan xursandman. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.